Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Qulay hayot podkastining navbatdagi soni efirda. Biz bu gal podkastimizda kadastr tizimidagi raqamlashtirish jarayonlari haqida suhbatlashamiz. Bizning bu galgi mehmonlarimiz esa Iqtisodiyot va Moliya vazirligi huzuridagi kadastr agentligi mutaxassislari bo'lishadi. Assalomu alaykum Olimjon aka. Assalomu alaykum. Sardor aka, xush kelibsizlar. Sho'xto'ning. Bugun ko'ryapmiz, kadastr sohasida katta o'zgarishlar bo'lyapti. Boshqa sohalar singari, ayniqsa so'nggi 2 yildan beri juda ko'p yangi qarorlar, yangi bir farmonlar imzolandiki, aynan kadastr sohasiga, kadastr tizimiga ish tushgan insonning ishlari tezroq bitishi va u bugungi bo'layotgan islohotlardan mamnun bo'lishi uchun. Va bugun raqamlashtirish borasida qilinayotgan ishlarga to'xtalsak, kadastr tizimida eng shu sohadagi aytish mumkin bo'lgan, e'tirof etish mumkin bo'lgan qaysi yo'nalishlarni ayta olamiz bugun raqamlashtirish jarayonlari bilan bog'liq. Oxirgi yillarda juda raqamli texnologiyalarni ko'p joriy qilyapmiz. To есть har bir sohaga nisbatan, har bir yo'nalishga nisbatan raqamli texnologiyalarni joriy qilib boryapmiz. Hozir agar aytadigan bo'lsak, shu Reyestruz tizimidan ro'yxatdan olingan bizning rasmiy tizimlarimiz 16 taga yetdi soni. Ya'ni masalan oxirgi yilda, bu yilda qilinganlarni e'tirof etadigan bo'lsak, ommaviy baholash yo'nalishi, ya'ni prezidentimizning tegishli qarorlari bilan shu ommaviy baholash markazi ochildi kadastr agentligi huzurida. Unga ikkita axborot tizimi yaratildi, o'zi ishga tushirilib, 67-sonli prezident qarorida shu ommaviy baholash monitoringini yuritish va ommaviy baholash tizimini yaratish belgilangan. Shu bo'yicha shu yo'nalishda raqamlashtirish sohaga kiritildi. Bundan tashqari yer nazorati yo'nalishida axborot tizimini qilib, sentyabrda chiqqan qarorlari bo'yicha vakolatli organlar belgilab berildi. Oldin masalan faqat kadastr agentligi shu yerga nisbatan vakolatli organ hisoblansa, hozir har xil yo'nalishlar bo'yicha 5 ta vakolatli organ belgilandi. Ya'ni bu Qurilish vazirligi, Qurilish inspeksiyasi, Ekologiya vazirligi, Agri inspeksiya va kadastr agentligi shu yerga nisbatan nazorat qiluvchi organ deb belgilandi. Shu 16 ta tizimlarni agar sanab o'tadigan bo'lsak, hozir ko'p vaqt ketib qoladi. Menimcha suhbatimiz davomida hammasini ketma-ket tushuntirib ketaveramiz. O'tgan yildan beri shu jarayon ketyaptiki, noqonuniy egallangan yerlarni e'tirof etish bo'yicha bu jarayonlar qanchalik raqamlashtirilgan deya olamiz, qanchalik qulaylik yaratilgan fuqarolarga ovoragarchiliklar kamroq bo'lishi uchun. Bu masala yuzasidan hammaning xabari bor. Bu ko'pchilikni og'riqli nuqtasi desak ham bo'ladi. O'tgan yilda bu yuzasidan 937-sonli qonun qabul qilindi. Shu qonunga asosan hozirda xatlov ishlari olib borilyapti. Bu masalalar ko'pchilik kuzatayotgan bo'lsa kerak, ommaviy axborot vositalari orqali keng yoritib boryapmiz. Qonunga asosan bizda o'sha reja grafik tasdiqlangan, ya'ni mahallalar kesimida reja grafik tasdiqlangan. Shu reja grafikka asosan bizning xodimlarimiz o'zlari joyga chiqqan holda o'sha xonadonlarda tegishli o'sha xatlov ishlarini amalga oshirib tizimlarga kiritishyapti. Bu yerda ya'ni demoqchi bo'lganimiz fuqarolarni u idoraga yo bu idoraga borib yurishlari yoki o'sha o'zlari murojaat qilish degan masalalar yo'q bu yerda. Bu yerda o'zimizning xodimlar joyiga chiqib, o'sha reja grafikka asosan o'sha tegishli mahallalarga chiqib, joyda xatlovlarni qilib, tizimga kiritib bu narsalar amalga oshirilmoqda. Bu bo'yicha biz o'sha e'tirof degan tizimni joriy qilganmiz. Bu tizimda o'sha qonunga asosan belgilangan vazirlik idoralar bor, ya'ni xulosa berish jarayonida qatnashadigan vazirliklar bor. Bu tizim to'liq avtomatlashtirilgan. Bu yerda biz fuqarolarga o'ziga imkoniyatlar yaratib berganmiz, ya'ni shu tizimga kirgan holda o'zlarining qismidan o'zlariga tegishli bo'lgan obyektlarni kuzatish imkoniyati ham bor. Ya'ni uni yeri qaysi bosqichda turibdi degan savollarga ham javob ola oladi. Va bu agar o'sha barcha kelishuv jarayonlaridan, barcha vazirlik idoralaridan ijobiy xulosalar olinsa, bu narsa yakuniy holatlari bo'yicha, to'lov ma'lumotlari bo'yicha fuqaroni biz o'zimiz SMSlar orqali xabardor qilamiz. Ya'ni demoqchi bo'lganimiz asosiyini qanday aytadigan bo'lsak, bu yerda fuqarolarning sarsongarchiligi oldi olingan. Ya'ni o'zlari murojaat qilishi va hokazo masalalari oldi olingan. Tizim to'liq 100% to'liq avtomatlashtirilgan.
to'liq bu jarayonlarni kuzatib borish imkoniyati ham yaratilgan va ma'lumot olish ham to'liq ularga xabardor qilish ham yo'lga qo'yildi. Misol ko'pchilik chiqadi bizga shu tanishlarga, boshqalarga uyimga kadastr qachon keladi, qachon shu anaqaga tushadi deb bu narsani kuzatib borsa bo'ladi. Ya'ni kadastr saytiga kirganingizda shuni splash aytma chiqadi yoki o'zi tegishli bo'limiga ham kirsa bo'ladi. Har yil oxirida keyingi yilga rejalashtirilgan mahallalar ro'yxati shakllantiriladi. Ya'ni hozir saytda ko'rsangiz bo'ladi, 24-25-yildagi rejadagi chiqish, qaysi mahallaga chiqilishi va qaysi kuni chiqilishi tizimga qo'yib qo'yganmiz. Ya'ni shu splash aytnoda kirib turib 25-yilda viloyat tumaningizni tanlasangiz, shu tumanga tegishli bo'lgan qaysi mahallalardan obxod bo'ladi. Ya'ni shu atloga chiqilishi belgilangan ko'rsangiz bo'ladi. Agar mabodo o'zingizni mahallangizni 24-25-yilda ko'rmasangiz, ya'ni u narsa yoki 26-27-yilga rejalashtirilgan bo'ladi. Hozir 26-yilligini yil oxirida o'sha publikatsiyaga chiqarishimiz kerak. Bundan keyingi shu oxirgi jarayon 27-yilda bo'ladi. Yuqorida Sardor aka aytganlaridek, bu bo'yicha, bu jarayonlar bo'yicha ommaviy axborot vositalari orqali ham keng ma'lumotlar berilyapti, ko'pchilik xabardor bo'lyapti. Faqat mana shu jarayon haqida yana bitta kichkina savol bor. Shunaqa odamlar ham bo'lishi mumkin. Ko'cha-ko'yda bir qulog'imizga chalingan odamlarning fikrlaridan kelib chiqib aytmoqchiman. Ya'ni hozir o'sha uzoq yillar oldin 2017-yilgacha adashmasam, noqonuniy egallangan yerlar 2018-yilgacha bo'lgan yerlarga e'tirof huquq berilyapti. Lekin bu O'zbekiston tarixida ikkinchi yoki uchinchi marotaba mana shunday noqonuniy egallangan yerlarga e'tirof huquqi berilishi. Va 2-3 marta bo'lgandan keyin endi bundan buyog'iga ham biz qaysidir yerni noqonuniy egallab olsak, yana bir 5 yil, 10 yildan keyin yana shunday e'tirof huquqi bo'lsa, o'zlashtirib o'z nomimizga o'tkazib olsak bo'larkan deb o'ylayotganlar ham bo'lishi mumkin. Ya'ni bu jarayonlar yana davom etaveradi deganlar. Bo'lishi mumkin, to'g'ri aytasiz. Lekin bu narsalarda hozirgi kunda bunaqa imkoniyati yo'q. Ya'ni bunday holat qilgan taqdirda ham o'sha tizimimiz yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek to'liq avtomatlashtirilgan va bu jarayonda O'zbek kosmos agentligi ham ishtirok etadi. Ya'ni biza bu qurilmalarda holati bo'yicha kosmosnik ma'lumotlarini olgan holda beradi ular. Siz o'sha 2018-yilgacha qurilma qurilish va boshqacha egallash holatlari bo'ladigan bo'lsa, shu kosmosimka asosida solishtirma orqali tegishli xulosalar O'zbek kosmos agentligi tomonidan beriladi. Shuning uchun bu o'ylaymanki, bu noto'g'ri xayol, bu noto'g'ri yo'nalish. Sabab bizda o'sha shu qurilmalar, ya'ni joy bo'yicha qurilmalar bo'yicha tegishli ma'lumotlarimiz bor. Ya'ni o'zimizga nisbatan ma'lumotlarimiz bor va bu narsalar qolaversa o'sha yuqorida aytgandek O'zbek kosmos agentligining o'sha kosmosimkalarni solishtirmasi orqali aniqlanadi. Demak, aytmoqchisizki, endi bundan buyog'iga noqonuniy egallab olishning iloji yo'q, hammasi kuzatuvda. Shunaqa. Har bir qarachi yer nazoratda. Shu hozir hamkasbim aytgandek, biz yana bir yo'nalishimiz bor, bu nazorat sohasi. Ya'ni bizda o'sha yerlarni nazorat qilish bo'yicha tegishli bizning tizimlar ham joriy qilingan. U narsa ham to'liq avtomatlashtirilgan. Bu yerda demoqchi bo'lganimiz, kadastr agentligi o'sha ma'muriy javobgarlik kodeksiga tegishli vakolatlari bor, tegishli moddalar bor. Shu moddalarga asosan nazorat tadbirlarini ham amalga oshiradi. Sardor aka, ko'pchilikda bo'lishi mumkin, oddiy xalqimiz orasida mana shunaqa savollar. Ya'ni kadastr dokumenti, kadastr ma'lumotlari, o'sha hujjati yo'qolgan bo'lishi mumkin yoki boshqa uydan bir boshqa uyga ko'chish jarayonida unutib qoldirilgan yoki bir turli ofatlar natijasida umuman yaroqsiz holatga kelgan bo'lishi mumkin. Mana shu tizim ishga tushgandan keyin, mana shu ma'lumotlar ham hammasi onlayn kiritilgandan keyin bu bilan bog'liq muammolar yechiladimi yoki bir kadastr hujjatlarini yo'qotsa hozir ham bir yechimlar bormi? Hozir ham bu narsaning yechimlari bor. Bu fuqaro o'sha MyGov yordamida bu narsani tiklasa bo'ladi. Undan tashqari o'zimizning saytlarimiz bor, tegishli tizimlar asosida. Shu saytga kirgan holatda ham ma'lumotlarni olish imkoniyati bor. Ya'ni o'zini kabinetida o'ziga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni, ya'ni kadastr hujjatlarini, o'sha ko'chirma deymiz yo pasport deymiz, shuni olish imkoniyati bor bu narsa. Chunki o'sha fuqaroda o'sha pasport ma'lumotlari o'sha obyektga nisbatan biriktirilgan bo'ladi. Bu narsani hozir ham olsa bo'ladi. Bu jarayonga taalluqli emas. Oldin kadastr hujjatida o'sha uy joylashuv bundoq surati ham, eskizi ham chizilgan holatda bo'lardi. Lekin men misol uchun ko'p
qavatli uylardan birida turaman. Menda shu kadastr hujjatida o'sha uyim qancha kvadratligi, o'sha raqamlari hammasi ma'lumotlari kiritilgan, lekin shu rasmli, eskizli ko'rinishda unaqa hujjat ko'rmaganman-da hali. Bu hozir o'zi menda yo'qmikan yoki o'zi umuman hozirgi jarayonda bu eskizli suratli o'sha katta kadastr qog'ozi talab qilinmayaptimi hozir? 18-yilda bu tartib o'zgargan. Hozir pasport degan anaqaga hujjatga o'tgan. Fuqarolarga qulaylik yaratish maqsadida shu katta domoviy knishkalar bo'lardi. Oldin shularni ko'tarib yurmaslik yoki yashil pasport bo'lardi agar bilsangiz. Yashil pasport deydi. Unaqa narsalar o'zgartirilgan tartibi. Qo'liga bir qog'oz, bir varaq qog'oz bo'ladi. Ya'ni kadastr pasporti, yana bitta varaqda unga egalik huquqingiz, ya'ni e'tirof etilgan bo'lib, ko'chirma deydi. Uni o'zbekcha tilda ko'chirma beriladi xolos. Siz aytgan hamma sxemalari, boshqa ma'lumotlar, o'sha atributiv ma'lumotlar hammasi kadastr agentligi ba'zi tegishli bazalarda joylashtirilgan. U narsa yo'q bo'lib ketdi degani emas. Biz fuqaroni ko'ziga ko'rinmaydigan backend deydi, bizani IT tilida shu orqa tarafda bu narsa yig'ib boriladi. Boyaga aytganingizda hujjatlari yo'qolgan boshqa bo'lsa deysiz, 18-yilda to'liq raqamlashtirilgan arxiv ma'lumotlarida hozir shu arxiv ma'lumotlarni raqamli ko'rinishda, ya'ni skanerlangan variantida butun respublikani bazasi yig'ilgan va undan tashqari kadastr pasporti joriy qilingan. Agar bilsangiz, ID kartacha, anaqasi plastik kartasi bo'ladi. Shu 18-yildan boshlab fuqarolarni o'zini anaqasi bo'yicha agar xohish bildirsa, Davlat xizmatlari markazida pechat qilib beriladi. Kadastr pasporti deydi. Shu bitta kadastr pasportining o'zi aslida sizga yetarli bo'ladi. Bu degani, shu sizning qo'lingizda texnik hujjatingiz bor degani. Sxemalari shu hammasi bazani ichida turibdi. Uni ichki ehtiyojda foydalanishda ishlatilgani uchun u narsa aholiga hozir jihaz berilmaydi. Yana bitta narsasi hozir aytganda, endi misol uchun mana shu pasportingizni yoki ko'chirmangizni yo'qotib qo'ysangiz ham hech qanaqa bir muammoli holat emas. Yana o'sha aytganimizdek tizimga kirib yuklab olishingiz mumkin. Pasport ma'lumotlaringizni kiritgan holatda. Yuklab olishingiz imkoniyati bor. Bu narsa to'liq bizning o'sha ma'lumotlar bazamizda tizimlarniki saqlanadi. Call centrimizga ko'p chiqishadi. Hujjatimni yo'qotib qo'ydim yoki yangi hujjat kerak bo'ldi, elektron variantini yo'qotib qo'ydim, telegramni zbros qildim, o'chib ketdi degan har xil masalalarni aytishadi. Bu narsani osongina olsangiz bo'ladi. Ya'ni shu YDHP MyGov'ga kirib turib, personal kabinetdan shu o'ziga tegishli uyga bo'lgan anaqani skachat qilsangiz bo'ladi. Hujjatlaringizni, ya'ni kadastr pasportini va ko'chirmani yoki undan tashqari o'zimizning portal bor, Davreyestr deydi, davreyestr.uz. Shu Davreyestr personal kabinetiga OneID orqali kirib yuklab olsangiz bo'ladi va hozir o'tgan yildan ishga tushirilgan ommaviy geoportal deymiz, open.ngs.uz shu saytga kirib ham kabinetingizga kirib o'zingizga tegishli bo'lgan ko'chmas mulk ma'lumotlarini, ya'ni kadastr pasporti va ko'chirmasini yuklab olsangiz bo'ladi. Bugun yurtdoshlarimizda eng ko'p uchraydigan xatoliklar, muammolar qaysilar? Ya'ni shu kadastr tizimi bilan bog'liq odamlar tomonidan yo'l qo'yilayotgan xatolar qaysilar deb ayta olamiz. Ko'pchilik o'ylaydi, masalan, o'zim ho'limku nima qilsa bo'ladi, o'zim shart uy qurib yuraman degan norma holatga kelgan yillar davomida shu narsa, masalan, qo'shimcha qurilish qilish muammo emas degan tushuncha bor. Tartibdagi uy joyda masalan hovlida yashaydigan bo'lsangiz, mana shu yerga qo'shimcha yana bitta daxliz, qo'shimcha spalni qurmoqchiman deb turib, shart qurib yuborishadi. O'zi aslida tartib unaqa emas. Tartib bo'yicha qurilishdan oldin qurilishni loyihasini yasagan bo'lishingiz kerak. Ya'ni har xil loyiha firmalar yoki boshqalar bor. Shular bilan murojaat qilgan holda yoki o'zingiz mustaqil ravishda qurilishingizni loyihasini yaratishingiz kerak. Davlat xizmatlari markazi orqali yoki o'sha MyGov orqali ariza berishingiz kerak. Mana bunday uy qurmoqchiman qo'limga. Shunga mana loyihasini yuklayapman, shu loyihani kelishib beringlar deb Qurilish vazirligiga ariza beriladi. Qurilish vazirligi u loyihani o'rganib chiqadi. Ya'ni 500 kvadrati 500 dan kam bo'lsa va balandligi 12 metrdan kam bo'lsa, uni qurilish tumani ko'rib chiqadi. Agar undan baland bo'lsa, gasim ko'rib chiqadi. No, xullas, uni shu krasniy liniya deydi, ani buzilish rejalashtirilgan joyga tushganmi yo'qmi o'rganishadi. Loyihasi to'g'ri qilinganmi, boshqa. Endi biz kadastrda qurilishda emasmiz. Podrobniy aytolmayman joyini. Xullas, loyihangiz ijobiy xulosa beradi yoki rad javobini beradi. Agar ijobiy xulosa olsangiz, shundangina aslida qurilish boshlasangiz bo'ladi. Va qurilishingizni tugatganingizdan keyin shu tomlarni yopib, eshiklar, romlarni qo'yib, to'g'ri remonti to'liq yakunlangandan keyin
gospryomka deydi xalq tilida, shu davlat ro'yxatidan o'tkazishga yana bitta ariza berasiz. 200 Vazirlar Mahkamasi 200-sonli qarori bilan tartibga solingan gospryomkaga ariza berasiz. Gospryomkani ichida kompozit tarzda, ya'ni ikkita xizmatni birlashtirilgan tarzda birinchi Qurilish vazirligi xulosasini beradi. Ha, to'g'ri qurilgan ekan, yoki xatosi bor ekanini aytib beradi. Agar Dastlabki loyihaga nisbatan. dastlabki loyihaga nisbatan solishtirgan holda. Agar ijobiy xulosa Qurilish vazirligi bersa, undan keyin kadastr pasporti degan anaqaga xizmatiga kompozit tarzda o'tib ketadi va bizning xodimlarimiz joyiga chiqib shu yozuvchi o'lchov ishlarini amalga oshirib, yangi kadastr pasportini shakllantirib beradi. Xalqimiz orasida yana bir ko'p uchraydigan holat haqida so'ramoqchi edim. Uyining aniq chegarasini kelisha olmayotgan qo'shnilar qayerga murojaat qilsa muammosini adolatli tez hal qilish imkoniyati bo'ladi. Bu narsa bo'yicha endi avvalo uni hujjatlarini o'rganish kerak bo'ladi, baribir. Chunki bu yerda har xil holatlar bo'lish ehtimoli bor. Birinchisini aytadigan bo'lsak, ikkalasida ham hujjat bo'lmasligi. Aslida ikkalasida ham hujjatdir. Yana bir holat bor, birida hujjat bor, ikkinchisida hujjat yo'q. U hujjatlarda qancha maydon berilgan, qanaqa maydon ko'rsatilgan, ya'ni haqiqiy davlat ro'yxatida o'tkazgan maydoni qancha, o'z boshimcha egallagan maydoni qancha, bu narsalar batafsil o'rganish kerak bo'ladi. Endi hozir yuqorida ta'kidlaganimizdek, hozir xatlov jarayonlari ketyapti. O'sha 937-sonli qonunga asosan xatlov natijasida ham bizani xodimlar o'rganadi bu jarayonda. Endi qo'shnilar o'rtasida bunaqa aniq nizoli holat bo'ladigan bo'lsa, bu narsalar faqat sud tartibida ko'rib chiqiladi. Ya'ni bu narsani sudga murojaat qilishlari kerak bo'ladi. Endi sudga murojaat qilish uchun ham bilasiz, qo'lingizda hujjatlaringiz bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha deylik, o'sha yerda sizda egalik huquqi borligi yoki qandaydir hujjatlaringiz borligi, shu narsalar ham rol o'ynaydi. Shuning uchun birinchi o'sha kadastr organlariga murojaat qilib, aniq ma'lumotlarni olib, keyin o'zaro nizoni hal qilish uchun sudga murojaat qilganlari to'g'ri bo'ladi deb o'ylaymiz. Sizda bo'lsa, vuzligi, ya'ni oliy ta'lim muassasalariga kirg'izib qo'yaman, ya'ni imtihondan o'tkazib qo'yaman degan mashinniklar chiqqan bo'lgan. Hozir endi unaqa narsa yo'q deb o'ylayman. Ular nima ish qilishardi? Sizdan ma'lum miqdordagi summani olib, bo'ldi, mana shu imtihondan o'tkazib qo'yaman deb pulingizni olardi. Farzandingiz imtihondan o'zi o'ta olsa, ya'ni hech qanaqa yordamsiz o'tib ketadi, mana men o'tkazib qo'ydim deb pulingizni oladi xolos. O'tolmasa endi o'xshamadi, ishingizni o'xshata olmadim, pulingizni qaytarib berib, masalan 20 tasidan pul yig'ib olsa, 10 tasidan o'zini kuchi bilan bolasi o'qishga kirib ketishi mumkin-da. Xuddi shunga o'xshab bizda ham auksiondan o'tkazib beraman deyaptimi kimdir, bilingki, u mashinnik. Ya'ni bitta odamni vakolatida har bir bosqichidan o'tkazib olish vakolati yo'q. Tizim Sardor aytganlaridek bir ko'p bosqichlardan tizim avtomatik tarzda o'tadi. Tegishli gos organlardan, shu tegishli davlat organlaridan tegishli xulosalar olinadi. Ya'ni bitta odam omilidan butun hamma jarayonni o'tkazib olish imkoniyati yo'q. Va u auksionga tushirish uchun boyagi aytganlaridek yer elektron platformasiga kirib, ixtiyoriy любой odam kirib, o'zi olmoqchi bo'lgan yerni aniq qilib belgilab, mana shu joyga taklifga chiqarish mumkin. Ya'ni u odam qiladigan ishi nima? Taklifga chiqazib beradi. Bo'ldi, shu bilan kutadi. Agar mabodo ishi o'xshab ketsa, boyagi aytganimdek, hamma tartibdan agar uspeshniy bo'lib, случайно chiqib qoladigan bo'lsa, ixtiyoriy ravishda, mana men auksionga chiqazib berdim deb aytish mumkin-da. Aslida u chiqazib bermagan, aslida butun bosqichlardan o'tib kelgan va u taklifni siz ham kirib platformaga kirib taklif berishingiz mumkin. Agar u hech qanaqa, masalan, boya aytganlaridek qarama-qarshiliklar bo'lmasa, masalan, lep tagidan yuqori voltli stansiyalarning tagidan o'tmagan bo'lsa yoki himoya zonasi bo'lmasa, masalan, SES bo'yicha himoyalangan bo'lmasa va shunga o'xshash juda ko'p kriteriylari bor. Hamma kriteriylariga to'g'ri keladigan bo'lsa, masalan, jar yoqasida bo'lmasa joy, hammasidan o'tib chiqsa, auksionga chiqadi-da. Shunga u auksionga chiqazib beraman degan mashinniklarga ishonish kerak emas. Shaxsiy bog'lanmaganda u. Chunki tizimda o'zida avtomatizatsiya jarayonlari ham Onlayn tizim ishlayapti. Avtomatizatsiya jarayoni ham ko'p. Misol uchun hatto narxni shakllantirish masalasida ham bu yerda tizimda o'zi shakllantiradi. Joyidan, hududidan, hajmidan kelib chiqadi. 71-chi o'sha Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan o'sha formulalar belgilangan. Formulaga asosan, misol uchun soliq qo'mitasidan tegishli ma'lumot olinadi. O'sha tegishli misol uchun davlat aktivlarida tegishli ma'lumot olinadi. Shunga asosan formula bor. Formulaga asosan tizim shakllantiriladi. Onlayn. Ya'ni tizimni o'zi qiladi. Shunga o'xshash boshqa jarayonlar ham bor.
demak bugun agar sizga qaysidir yerni olib beraman yoki auksionga chiqarib faqat siz sotib oladigan holatga keltirib beraman deyotganlar chiqsa, bilingki ular firibgar. Firibgar. Tushunarli. Katta rahmat va oxirgi savollardan biri 2026-yilga yaqinlashyapmiz. 2026-yilda kadastr tizimida aynan raqamlashtirish jarayonlari bilan bog'liq qanday yangiliklar bo'ladi, qanday rejalar bor hozirda? Shu boya aytganimizdek, sun'iy intellekt joriy qilish bo'yicha xavfli yo'nalishlarga joriy qilish rejalashtirganmiz. Va bundan tashqari mana yaqinda prezidentimiz qarorlari chiqdi. Tegishli 286-sonli prezident qarori chiqdi. Bunga nisbatan manzillar reyestri tizimini yaratish, ya'ni manzillar reyestri emas, hozirda biz endi rejalashtirayotganimiz, ya'ni yopiq insiderskiy ketsa ham bo'ladi. Manzillar reformasini qilmoqchimiz. Agar tegishli tartibda hamma aniq bosqichlardan o'tib ruxsatini oladigan bo'lsak, bu katta o'zgarishga olib keladi. Va manzillar tizimi deganda shu keyinchalik aholi foydalanadigan reyestr shakllanadi. Bunda faqat ko'chmas mulk manzillari emas, barcha obyektlarni manzillarini qamrab oluvchi manzillar tizimini yaratmoqchimiz. Va shu bundan tashqari bir nechta turdagi yangi davlat xizmatlarini joriy qilishni rejalashtirganmiz 26-yilda. Hozir adashmasam rejada 2 ta yangi davlat xizmatlarimizni joriy qilish rejalashtirilgan. Va shu qaror 189 adashmasam yangi qarorda shu davlat xizmatlariga ham sun'iy intellektni joriy qilish belgilangan. Shunda ham boyaga yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, bir nechta turdagi davlat xizmatlarimizga ham sun'iy intellektni joriy qilgan holda odam omilisiz soddalashtirilgan, tezlashtirilgan formatda xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'yishni rejalashtirganmiz. Manzillar ishga tushgandan keyin to'liq 2026-yilda agar rejada ishga tushsa, u qanaqa qulayliklar olib kelardi? Bizning reja bo'yicha qanaqa qilmoqchimiz, bu ham insiderskiy informatsiya desa bo'ladi. Portal bo'ladi. Ya'ni ixtiyoriy fuqaro kirib portaldan manzilini terib, ya'ni elastik poyezd deydi, shu poyezdga asosida filtrlarga qo'yib, manzilni terib, manzil ma'lumoti haqida ma'lumot olsa bo'ladi. Bu jahonda, dunyoda ko'p qiladi tizim va ko'p davlatlarda joriy qilingan bu narsa. Masalan, biz yaqinda bir nechta davlat organlarini o'rganib chiqdik. Janubiy Koreyani agar aniqlaydigan bo'lsak, misol keltiradigan bo'lsak, ularda ham manzillar tizimi reforma ko'rinishida o'tgan. Ular lekin bu narsaga, bu jarayonga 30 yil davomida borishgan. Ya'ni boshida ularda qonun chiqqan, tegishli normativ huquqiy hujjatlari chiqqan va 30 yil ichida shu manzillar tizimini o'zida shakllantira olgan. Keyinchalik aholi uchun kadastr raqami degan anaqa kerak bo'lmaydi. Masalan, go'sorganlar ham ko'pchiligi hozir kadastr raqamiga nisbatan integratsiya qilib, kadastr raqamiga nisbatan nimadir inserovat qilishadi. Aslida u manzilga nisbatan bo'lishi kerak. Shunga reforma ko'rinishi shu narsaga o'tkazmoqchimiz. Kadastr raqamlar bo'lmaydimi shunda? Yo'q, kadastr raqami bo'ladi, u narsa qoladi, hech vaqt ketib qolmaydi, chunki identifikator sifatida ishlatiladi. Kadastr raqami, ya'ni orqa tarafda UID degan va unikal ID degan kod ishlatiladi. Tashqi tarafda kadastr raqami ishlatiladi. No, aholi uchun qulaylik bo'lishi uchun adres sifatida ishlatiladi. Bu ya'ni keyinchalik har xil agregatlarga, ya'ni navigatsion tizimlarga, ya'ni masalan Yandex karta deydi, boshqa deydi, o'zimizning milliy tizimlarni ishlab chiqishga ham katta turtki beradi. Bu narsa fuqarolarga juda ham qulay bo'ladi. Ya'ni manzil kimnidir uyga borayotganingizda, qaysidir joyda qidirayotganingizda juda ham qulay hisoblanadi. Ya'ni siz o'sha joygacha bo'lgan masofangizni bemalol hisob kitob qilib olasiz. Ya'ni siz qaysidir ko'chada 25-uyga bormoqchisiz. U bilasiz, mana shu atrofda, mana shu uy. Bilasiz. Shungacha bo'lgan masofani oddiy matematika orqali chiqarish imkoniyati ham bo'ladi. Oddiy hisoblab olsangiz bo'ladi. Ha, shu joygacha menda 200 metr joy yo'l, 200 metr masofa qolibdi degan narsa. U hozir ham ko'chani nomini tersa yoki o'sha bir ko'p qavatli uy raqamini tersa chiqadi-yu. Navigatorda. Navigatorda chiqadi, lekin hovli mahalla ko'chalarida bu narsani orientirini hozir chiqara olmaysiz. To'liq. U misol uchun ko'p qavatlida ham shu domni o'ziga nisbatan ola olasiz. Xonadonga emas. Ha, qumi aholiga qulaylik yaratish. Tushunarli. Aholini hayotini yana ham qulaylashtirish. O'zi uzr, 2 minutlik anaqani aytaman. Ko'pchilik
bitta narsa bilan murojaat qiladi kadastr organlariga. Kadastr hujjatiga anaqa ariza topshirdim, tezlashtirib chiqazib ber, anaqa ber, tezlashtirish tartibini bir narsa qilsak bo'ladimi yoki notarius o'tiribman, 6 soat qolamiz, notarius spravkaga zabros berib yubordi. O'shanga tez bosib yuborishsan degan narsa borda. U aslida unaqa emas. Masalan, butun dunyoni olib qaraydigan bo'lsak, butun dunyoda deyarli aksariyat barcha katta davlatlarda hujjatni yangilash eng kamida 1 oy vaqt oladi. Eng kamida hujjatini yangilash va atributiv ma'lumotlarni yozuvchi o'lchov anaqalarni to'liq yakunlab berish, hujjatini yangilab berish eng kamida 1 oy vaqt oladi. Bizda unaqa emas. Bizda reglament bo'yicha hozir 5 kun belgilangan. 5 kun ichida shu narsani anaqasini yangilab beriladi. Endi 5 kun deganda bizaniki ham 5 kunda emas. Masalan, notariusda o'tirgan spravka 1 kun ichida avtomatik formiravatsiya qilib, ya'ni avtomatik yaratilib beriladigan qilingan. Onlayn tarzga o'tkazib qo'yilsa ham shuni ham tezlashtirib ber degan anaqa bilan chiqishadi. Aslida prosta tushunish uchun aytmoqchiman, butun dunyoda unaqa emas. Bizda ancha tezroq ishlaydi. Agar negativ fikrlar bo'ladigan bo'lsa, shuni inobatga olish kerak. Yana bitta narsa, o'sha boy yuqorida aytgandek, raqamlashtirish jarayoni 18-yilda aynan hujjatlarni raqamli ko'rinishga o'tkazish jarayonida egalarni belgilab berish rushnoy qilingan. Butun respublikani shu 9 millionta obyektini egalari, ya'ni INN yoki PNFLga identifikatorlarga biriktirib chiqilgan. PNFL deganda shu jismoniy shaxsiy identifikatsion raqami, pasportning orqasidagi raqami, yuridik shaxslarga nisbatan STIR raqami biriktirib chiqilgan. Ya'ni guruch qurmaysiz bo'lmaydi deganda, masalan 100% ma'lumotimizdan 0.01% ma'lumotida xatolik bo'lishi mumkin. U narsa choice factor, odam omili bo'lgandan keyin xato ko'rinishi mumkin. Shunga nisbatan masalan mana obyektimga nisbatan noto'g'ri soliq chiqib qoldi yoki menga soliq, masalan soliq anaqasidan mobil qurilmasidan tekshirganda menda yo'q uyiga nisbatan soliq chiqib qolibdi degan masalan fuqarolarga murojaat bo'lishi mumkin. Yoki teskarisi, men uyim bor edi, kabinetimga kirganda ko'rinmayapti uyim degan narsani aytish mumkin. Bu narsa o'zi raqamlashtirilgan, ya'ni pasportning danliklari, egalari haqida 6 soat hujjatlar hammasi arxiv ma'lumoti bor. Shunchaki tizimga kiritilayotganda o'sha identifikatsion raqamini, ya'ni PNFLni yoki INNS noto'g'ri kiritilish xatosi bitta son o'zgarib qolgan bo'lsa ham noto'g'ri kiritilishini hisobiga tizimda ko'rinmay qolishi mumkin. Shunda fuqarolar nima qilsam bo'ladi, qanaqa o'zgartirsam bo'ladi deb murojaat qilishadi, telefon call centerga qilishadi, bizga chiqishadi yoki sayt orqali murojaat qilishadi. Oddiy yechimi bor. Shu MyGov saytiga kirganda ko'chmas mulk ma'lumotlarini tahrirlash degan xizmatini spesial shu narsani oldini olish uchun, shu narsani yechish uchun joriy qilganmiz. Ya'ni sizni nomingizda uy yo'q, lekin sizga soliq chiqib qoldi. Mobil qurilmadan tekshirganingizda soliq chiqib qoldi. Buni nima qilishingiz kerak? Shu xizmatdan foydalanib, birinchi qadamida o'zi formasi, to'liq anketasi elektron tarzda shakllanib chiqadi. Ya'ni pasport danliklaringiz boshqalarni tortib keladi. Bitta tanlaydigan qismingiz tahrirlashda o'chirish tanlaysiz. Ya'ni menda yo'q obyektni o'chirish belgilaysiz, keyingi qadamida o'sha obyekt chiqib keladi, belgilaysiz, jo'natib yuborasiz. Bizani xodimlarga u ariza bo'lib kelib tushadi, ular ko'radi, arxivni ko'tarishadi, pasport danliklarini solishtirishadi. Faqatdan sizniki bo'lmasa, boshqa odamniki ism, familiya, o'chisi bir xil bo'lib turib, PNFL xato terib qo'ygan bo'lishi mumkin. PNFLni to'g'rilab, ariza ijobiy qoniqtiriladi. Yoki xuddi shuni teskarisi, masalan, uyingiz chiqmay qoldi, sistemalardan tekshirib, masalan, ariza jo'natmoqchisiz, kredit olmoqchisiz, boshqa uyingiz nomingizdan chiqmayapti. Shu holatda ham xuddi shu xizmatga kirib tahrirlash. O'zi shuni MyGovga kirganingizda tahrirlash deb yozsangiz bitta xizmat chiqib keladi. Shu tahrirlashni tanlab qo'shish tanlaysiz va shu o'zingizga tegishli bo'lgan uyga kadastr raqamini kiritasiz, ariza qilib jo'natib yuborasiz. Bizanikilar uni 3 kun ichida ko'rib chiqib, arxiv ma'lumotlari bilan solishtirib, haqiqatda pasport danliklari sizga yetib o'rgayapti, 6 soat hujjatlari sizga yetib o'rgayapti. Shunchaki PNFL anaqa ID raqami noto'g'ri kiritib qo'yilgan, shuni to'g'rilab boshqatdan jo'natib yuborishadi, ya'ni publikatsiyaga chiqariladi va sizning masalangiz yechiladi. Bu narsa oddiy yechimga ega, aholi buni bilish kerak deb o'ylayman. Tushunarli, katta rahmat. Bugun suhbatimiz davomida aynan mana shu kabi foydali fikrlar juda ham ko'p aytildi va o'ylaymizki, bu yerda aytilgan fikrlar ham aholini, odamlarning hayotini yana ham qulaylashtirishga xizmat qiladi. Bugungi tashrif uchun, qimmatli ma'lumotlar uchun sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Navbatdagi dasturlarimizni ham kuzatib boring, ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali va siz uchun foydali bo'ladigan ma'lumotlarni taqdim etib boramiz. Olimjon aka, Sardor aka, xush kelibsizlar. Rahmat katta.